Assalomu alaykum azizlar. Bugun birgalikda noodatiy somsa qilamiz. Kechqurun soat 9 da somsa yegim kelib qoldi, lekin uyimizda margarin yo'q edi. Shu sababli o'simlik yog'idan somsa qilishni boshladim. Qani boshladik unda. Tuzli suv, un, uyingizda qolib ketgan qaymoqlarni olasiz va yaxshilab xamir qorib olasiz. Keyin xamirimizni 3 ta zo'la qilib olamiz va ketma-ket yoyamiz. Birinchi xamirimizni ingichka qilib yoyib olib, o'simlik yog'ini surib chiqamiz va uni olib qo'yib, ikkinchi xamirni ham xuddi shunaqa yoyib olamizda, birinchi xamirni qo'shib o'raymiz. Buni videoda yana ham yaxshiroq ko'rsatib berganman. Uchala xamirni ham xuddi shunaqa ketma-ketlikda o'raymiz. Nachinkasini tayyorlaguncha muzlatgichga olib qo'yamiz. Kechqurun soat 10 gacha somsa qilganimga umuman achinmadim, afsuslanmadim. Juda ham mazali somsa bo'ldi. Hammanglarga tavsiya qilaman takrorlab tayyorlab ko'rishinglarni. Aytganimdek qilsanglar, sizlar o'ylagandan-da zo'r mazali somsa chiqadi. Yoqimli ishtaha.